qanaqa qilib oddiy boladan Nestvon, Toshkent City, Trilliant va boshqa mashhur loyihalar bilan ishlaydigan, hatto bosh vazir janoblariga tarjimalarda yordam beradigan tarjimonga aylandingiz. Noldan yo'lingiz qanaqa bo'lgan? Sponsorlarim universitet tugatganimdan keyin o'sha praktikaga yuborishgan payti pul berishni to'xtatib qo'yishdi. Va oilamdan ham pul olmayman, ulardan ham pul olmayman, o'zimni ham birikimim yo'q. Chunki u paytgacha yeb, maza qilib yurganman, hayotimni yashaganman. Kunduzi dars berib, kechki payt ishlashni boshladim. Misol, restoranlarda ofitsiantlik, baristalik ishlarni qilishni boshladim. Va o'sha payt men uchun eng qiyin davr bo'ldi desam bo'ladi. Hech qanaqasiga hech qaysi tomondan yordam yo'q. O'zim ham bir joyda kunduzi ishlab, kunduzi boshqa joyda ishlamayman. Chunki shunda ham ishim bor. Universitet tomonidan berilgan praktika bu. Uni qilishim kerak va pul to'lanmaydi. Kechqurun yana boshqa joyda ishlab, yotoq joyim uchun, boshqasi uchun pul topishim kerak edi. O'sha payt men uchun haqiqiy hayotni boshlanish davri desam bo'ladi. U paytda to'g'ri turk tilini bilardim, lekin turk tilidan foydalanishni bilmasdim. Davomi keyingi qismda va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.